Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz, hurmatli tarozi burch sohiblari. Sizlar uchun tarot xaritasidan xabar 2025-yil dekabr oyi uchun. Shunchaki kayfiyat uchun. Xo'p, hozir oxirgi maqsadlaringiz nima, hurmatli tarozi burch sohiblari? Hammasini joy-joyiga tushirish va har tomonlama, ishda ham, karyerada ham, oilada ham, munosabatlarda ham hammasi omadli bo'lishi kerak. Ya'ni omadli bo'lishi kerak. Kelayotgan yangi yilingiz 2026-yil sizga omad va maqsadlaringizga erishtirishini xohlaysiz. Hozirdan shoshilib ketyapsiz. 2026-yil наконец-то men o'zimni ko'rsataman degan xayol. Hozirgi paytda telefonda, onlayn biznesingiz bo'lsa, o'sha narsa to'xtab qolgan bo'lsa, dekabrda siljish boshlanadi. Ya'ni dekabrda sizda savdolar yaxshi bo'lishi boshlaydi. Shartnomalar, onlayn bo'yicha suhbatlar bor ko'proq va bu suhbatlar sizga foyda keltiradigan suhbatlar. Oldingidan ko'ra siz oldinlari ko'proq ikkilangan bo'lsangiz, hozirgi paytda juda ham siz qarorlaringizni aniq gapiradigan bo'ldingiz. Oldingi xarakteringiz butkul o'zgardi. Sizga pul kelmoqda, pulning barakasi kelmoqda. Bu quvonchli dekabr oyida siz juda ham xursand bo'lasiz. Juda ham xursand bo'lasiz. Nima qilishingizni hatto bilmay qolasiz, shoshilib sizga pul keladi. Sizga sizni sevgi ham tark etgani yo'q. Agar juftingiz yo turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz yo juftingiz tomonidan sevilasiz. Erkakmisiz, ayolmisiz farqi yo'q, juftingiz tomonidan sevilasiz. Sevgi, pul sizga dekabr oyida hamroh, lekin sizda cho'chishlar bor. Beradigan joylaringiz bor, olgan joylaringiz bor. Shularni men qachon joy-joyiga qo'yaman deysiz, lekin pulingiz hech qayerga ketgani yo'q. Bu pullar hammasi sizga tegishli. Ya'ni siz sarflagan yoki sarmoyaga tikkan pullaringiz sizga 2-3 barobar bo'lib qaytib keladi. Sizdan qo'rquvlar ketadi. Dekabr oyida sizdan qo'rquvlar ketadi. Endi siz qo'rqmas bo'lib qolasiz. Endi siz ortiqcha g'amga ham berilmaysiz. Oldingi g'amlaringiz, oldingi gaplaringiz endi qizig'i yo'q. Siz dekabr oyida farzandlar uchun ham, o'zingiz uchun ham, munosabatlar uchun ham o'ylab o'tirishga vaqtim yo'q degan shiorni oldinga surasiz. Ha, vaqtim yo'q. Sizlar bilan ortiqcha siqilib o'tirishga, sizlar bilan ortiqcha yig'lab o'tirishga meni vaqtim yo'q. Endi men sizlarga o'xshab qo'rqib o'tirishga ham vaqtim yo'q degan g'oyani oldinga surasiz. Ya'ni siz aynan dekabr oyida juda ham chiroyli, juda ham kuchli va judayam boshqacha tarozi burchi bo'lib, tarozi burchiga o'xshamagan xatti-harakatlarni qilasizlar. O'ziga uverenniy, o'ziga ishongan, o'zini gapida turadigan, hatto liderstvalik, hech qachon o'zi kamdan kam-ku tarozi burch sohiblari liderstvalik bor, lekin ular kamdan kam doim boshqalarga ustupka qiladi. Birinchi san o'tib ol, keyin men, birinchi san o'tib ol. Lekin bu gal dekabr oyida tarozi burch sohiblari rost mana liderstvaligini ko'rsatadi. Uning hurmati baland bo'ladi, martabasi ham baland bo'ladi. Pul bo'yicha ham, hurmat bo'yicha ham, muomala bo'yicha ham, jarangdorlik bo'yicha ham, ovoz jarangdorlik bo'yicha unda liderstvalik boshlanadi. Xuddi go'yoki bu tarozi burchi emas, chunki tarozi burchi doim ikkilanuvchi zodiak. Lekin balkim bu transformatsiya oqibatidadir, balkim 2025-yilda bo'lib o'tgan voqealari yoki olgan yangi bilimlari, yoki bo'lmasam joyini o'zgartirganligi nimadir ta'sir qilgan, yoki vaqtning tezlashuvi. Xuddi tarozi burchiga o'xshamagan holatda kuchli, maqsadi aniq, cho'chimaydigan shaxsga aylanishadi. Ha, tavakkalchi bo'ladi, hech nimadan cho'chimaydi. Endi ularni qayg'uga solmaydi, ota-onasi ham, farzandlari ham. Ya'ni kimnidir qayg'usiga sherik bo'lib o'tirishga endi ularning vaqti yo'q. Endi ular bu narsaga ichida, ya'ni ularga vaqt ajratishga vaqti yo'q. U kimni xohlasa shunga vaqt ajratadi. Tarozi burch sohiblari kimni yoqtirsa, kim unga kerak bo'lsa, o'shanga vaqt ajratadi. Mana ko'ryapsizlarmi, qanaqa pul, omad, martabaning balandlashuvi va shu paytgacha uni yerga urganlar hayron qolishadi. Nahotki bu shunaqa. Endi uni illyuziyalarga ishontirib bo'lmaydi. Oldinlari tarozi burchini illyuziyalarga ishontirilgan, va'dalar berilgan, bundoq qilsak undoq bo'ladi desa, u ishni olib ketib urgan. Yo'q.
Endi bu boshqacha. Endi bu boshqacha tarozi burchi. Endi dekabr oyida uning o'zgarganligini his qilasizlar. Endi u kuchli, o'zini yaxshi ko'radi. Qayerga borishni, kim bilan gaplashishni va maqsadlari aniq. Endi unda qo'rquvlar yo'q. Xuddi Xudoyim ulardan qo'rquvni olib tashlagandek. O'zlari ham buni sezsa kerak. Bu sizni 2026-yilga tayyorlab beradi. Ya'ni 2025-yilning sinovlari sizni 2026-yilga tayyorlab berdi. Yana otni rasmini chiqqanicha aynan shu gapga, ya'ni ot yili kelmoqda. Juda ham omadli bo'ladi. Omadli bo'lsin. Janglar, ortiqcha janjallar bo'lmaydi. Endi janjallardan yiroqroq bo'ling. Sizga yoqimsiz dekabrda suhbatlar bo'lishi mumkin yoki siz bilan fitna uyushtirmoqchi bo'lganlar bo'lishi mumkin. Ularga quloq solmang. Siz o'zingiz bilan o'zingiz gaplashing, o'zingiz to'g'ri qaror qabul qilasiz. Intuitsiyangizga e'tiborli bo'ling. Sizda hammasi yaxshi bo'ladi. Siz 2026-yilga tayyorsiz. Barcha munosabatlar uchun, barchasi uchun. Ota-ona bilanmi, uka bilanmi, jigar bilanmi, farzand bilanmi, ish bilanmi, farqi yo'q. Siz kuchli shaxsga aylandingiz. Dekabr oyida осторожно deydi-ku. Siz bilan ehtiyot bo'lib gaplashish kerak. Chunki siz kim bilan qanday munosabat qilishni bilib oldingiz. Va siz boshqacha tarozi burchiga aylandingiz. Bu juda ham ajoyib xushxabar va sizlarda hammasi yaxshi bo'ladi. 2026-yilingiz omadli va sizga baland martabalar, maqsadlaringizni amalga oshishini va undan tashqari doim sog'lom bo'lib yurishingizni Yaratgandan so'rab qolamiz.